Bir ayol yashardi. U sevgini tomonidan aldangan qizlarni ahmoqlikda ayblardi, toki o'zi sevgan insoni uni kasod qilib ko'chada qoldirmagungacha. Bir ayol yashardi. U ajrashganlarni qoralardi, qachonki o'zi eri bilan ajrashish qarorini qabul qilmagungacha. Bir ayol yashardi. U eri tomonidan kaltaklangan ayollarni tilidan topgan deb ayblardi, qachonki o'zi ham eri tomonidan kaltaklanib o'lim yoqasiga borib qolmagungacha. Bir ayol yashardi. U baland ovozda erim xiyonat qilsa aslo kechirmayman derdi, qachonki o'zi erini xiyonatda tutib, kechirish qarorini qabul qilib yashashni davom etmagungacha. Bir ayol yashardi. U hijob kiymagan ayollarni qoralardi, to o'zi shunday holatga tushib hijobini yechishga majbur bo'lmagungacha. Bir ayol yashardi. U o'zini eng dindor deb boshqalarni dinsizlikda ayblardi, toki o'zi tarbiya qilgan farzandlari dinsizlikni targ'ib qilmagungacha. Bir ayol yashardi. U uylanganlarga o'ynash bo'lgan ayollarni yomon ko'rardi, qachonki o'zi uylangan bir erkakka telbalarcha oshiq bo'lib qolmagungacha. Ha, yana bir ayol yashardi, ammo u katta gapirmasdi, muhokama qilmasdi, hech qachon bunday bo'lmaydi demasdi va aynan u o'z hayotini jimgina baxtda yashab o'tayotgandi. Xulosani esa qabul qildingizga umid qilaman. Ko'rishguncha.